Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar. Aziz yurtdoshlar, navbatdagi o'sha trenddagi juda ko'p yurtdoshlarimizga ma'qul kelib turgan darvozamizdan navbatdagisini o'z joyiga chiroyli qilib ustanovkalarini qilib oldik. Albatta bu darvozalarimizni aziz yurtdoshlar, shu bitta xonadonga ikkita darvoza ustanovka qildik. Bu darvozalarimizni Namangan viloyati Mingbuloq tumani Dovdiq qishlog'iga olib kelib o'rnashtirib berdik. Xonadon egalari albatta darvozalar katalogimizdan o'zlariga yoqqan darvozani fasonini tanlashib zakaz qilishganda, xudo xohlasa mana joylariga chiroyli qilib olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, hurmatli yurtdoshlar. Darvozamiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Darvozamiz qanaqangi materiallarda yasaldi, qanaqangi kraskalar sepildi. Bu darvozamizni kvadrat metrini necha puldan olib kelib ustanovka qilib berdik. Albatta to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz va shunaqangi sifatli temir darvoza qo'ydirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, hurmatli yurtdoshlar, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Videoni boshida aytib o'taylik, aziz yurtdoshlar, bu darvozamizni 1 kvadrat metrini 900 ming so'mdan polni sifatli temir mahsulotlardan yasalganligining hisobiga olib kelib o'rnashtirib berdik. Darvozamiz razmeri eni 345, bo'yiga 358 razmerda bo'ldi aziz yurtdoshlar. Darvozamiz mana asosiy stoyka qismi 10lik shvillar, qovurg'a profillari 6 ga 4lik, 1.7 lik stenali, ichi tashi qalin profildan foydalanganmiz. Listi pilisavoylik 2 lik lista bo'lgan. Kraskasiga to'xtalib o'tsak, kraskasi mokriy asfalt svetda aziz yurtdoshlar, quyosh nuriga, yog'ingarchiliklarga chidamli sifatli kraskalardan foydalanganmiz va mana shu piramidacha gullarini, mana tepadagi kofka gullarini tillarang svetga bo'yab va tepa qismiga havo aylanishini hisobiga lazerli gulni o'yib, albatta lazer apparatlarda chiroyli qilib, xonadon egalarining talab va istaklariga binoan xohlaganlaridek qilib darvozalarni tayyorlab olib ustanovkasini qilib berdik. Mana bir yana fason kiritilgan darvozamizga o'rtalariga mana shu ruchkalariga nerjavikalarni yopishtirib, albatta chiroyli qilib ishlab berganmiz. Darvozamiz aziz yurtdoshlar, mana zuber zamoklar qo'yilgan, yengil ochilib yopiladigan holatda rezinkalarigacha qo'yib, chiroyli qilib ishlab berganmiz. Va ko'p yurtdoshlarimiz darvozamizni orqa xonasini ham so'rashadi. Mana bir qator ko'rsatib o'tamiz orqalarini ham. Orqalari mana shunday tekis holatda chiqadi. Hozirgi kunda bir qavatli, 2 qavatli variantda yasalayotib turgan darvozalarning fon orqalari mana shunday tekis holatda chiqadi. Mana shu zamoklariga ham e'tibor berib o'tasizlar. Yengil holatda 5 yil garantiyaga ega zuber zamoklardan qo'yganmiz. Hurmatli yurtdoshlar, bu darvozamiz dastavka ustanovkasi ichida 1 kvadrat metri, yana bir aytib o'tamiz, 900 ming so'mdan kelib o'rnadi, 10 million 800 ming so'm pul bo'ldi. Mana shu ikkala darvozamiz 21,5 million so'mga kelib o'rnadi. Bemalol shunaqangi sifatli darvozalar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.